Likvidlik bu aktiva qanchalik tez naqd pulga aylanish qobiliyati. Ya'ni siz qanchalik tez biror bir narsani sotib, uni naqd pulga aylantira olsangiz, bu shunchalik likvid instrument yoki likvid mahsulot hisoblanadi. Lekin bugun biz siz bilan pul likvidi haqida emas, balki trading sohasidagi likvid haqida gaplashamiz. Tradingdagi likvid bu biror bir aktivni qanchalik tez siz narxini keskin o'zgartirmasdan oldi-sotdi qila olsangiz, shu bilan baholanadi. Bu narsa trading sohasida juda ham muhim hisoblanadi, ya'ni talab va taklif borligi. Juda ko'p treyderlarni qiynaydigan savol: nega bozor doimo mani stop loss'imni uradi va men kutgan tarafga harakat qiladi? Bugun shu narsani sizlar bilan nega bunaqa holat bo'lishini va juda ko'pchilikni qiynaydigan savollarga yechimni ko'rib chiqamiz. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, nega bozor doimo sizni stop loss'ingizni urib, keyin siz kutgan tarafga harakat qilishini tushunib olasiz. Oldin o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Hojiakbar, familiyam Hikmatjonov. Trading sohasida 5 yillik tajribaga egaman va shu kungacha 300 dan ortiq insonlarni trading sohasida daromad qilishiga yordam berganman. Likvid o'zi nima? Likvid degani bozorda qanchalik ko'p buy yoki sell order borligi. Ya'ni qanchalik talab va taklif yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizning pozitsiyalaringiz shunchalik tez bajariladi. Va bu narsa tradingdagi eng muhim instrumentlardan biri hisoblanadi. Ya'ni pozitsiyangizni siz ochgan narxingizdan ortiqcha yo'qotishasiz tez va o'z vaqtida amalga oshirilishi. Ya'ni siz buy yoki sellga pozitsiya ochganingizda, ochgan narxingizdan sразу buyga yoki sellga pozitsiya olinishi. Ko'pchilik biladi, pozitsiya ochgan paytingizda birinchi bitimda standart shotda ochiladi juda ko'pchilikda va spread juda ham yuqori bo'ladi. Spread aynan siz sotib olish va sotish orasidagi farq, talab bilan taklif o'rtasidagi. Aynan o'sha raznica brokerlarning daromadi hisoblanadi. Spreadlarsiz savdo qilish mumkinmi? Albatta, spreadlarsiz savdo qilish mumkin. Lekin unaqa holatda siz brokerga ma'lum bir miqdordagi komissiyani to'lashingiz to'g'ri keladi. Ya'ni siz ma'lum bir miqdorda komissiya to'laysiz va hech qanaqa spreadsiz, ya'ni narxlar orasidagi farqsiz to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilayotgan narxdan sotib olishingiz va sotishingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun treyderlarga likvid bunchalik muhim? Agar likvidlik yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizning spreadlaringiz ancha kichkina bo'ladi. Ya'ni talab va taklif orasidagi farq kichkina bo'ladi va siz bu narsa orqali savdo bitimlaringizni tez va o'z vaqtida amalga oshirishingiz mumkin. Endi shunaqa vaziyatlar bo'ladi, bozorda newslar chiqib qolishi mumkin yoki qanaqadir force major holatlar bo'lib, bozordagi volatillik keskin ko'tarilib ketishi mumkin. Bozordagi volatillik qancha baland bo'ladigan bo'lsa, talab bilan taklif yuqorilashib ketadigan bo'lsa, bozordagi demak spread ham shunchalik kattalashib ketadi. Bu narsa odatda standart shotlarda kuzatiladi, lekin o'sha professional shotlarda ma'lum bir boya aytgandek komissiya to'laysiz va hech qanaqa spreadlarsiz, hech qanaqa raznicasiz savdolarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Likvidlikka tushiradigan trader fake breakoutlardan qo'rqmaydi. Ложный пробойlarni juda ham osonlik bilan aniqlaydi va savdo bitimlariga entry nuqtasida ham aynan o'sha biz aytganimiz eng uchidan deydi-yu, eng uchidan emas, balki уверен joydan, narx aniq razворот bergan joydan pozitsiyaga kirishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham treyderlarni deyarli 90% yo'qotadi. Bu narsa ular likvidlikka tushunmaganligi sababli. Odatda likvidlik qayerda joylashadi? Odatda likvidlik ma'lum bir aniq ko'rinib turgan kuchli maksimum, narxdagi kuchli minimum darajalarda joylashgan bo'ladi va aynan o'sha maksimum yechilishda yoki minimum yechilishda juda katta kompaniyalar, davlatlar va brokerlarning ham limitkalari turgan bo'lishi mumkin va narx aynan o'sha maksimum yoki minimum yechganidan keyin albatta teskari tarafga qarab juda katta impuls bilan qaytishi mumkin. Bu narsa demak bizda fake breakout deymiz, ложный пробой. Aynan shu narsa bizda juda ko'p kuzatiladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, hamma ko'rib turgan aniq darajalarda doimo kuchli likvidlar joylashgan bo'ladi. Tem bo'li bu darajamiz qanchalik kuchli bo'ladigan bo'lsa, demak u joydagi likvidlik ham shunga yarasha juda ham baland bo'ladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, hamma ko'rib turgan joy bu eng ko'p likvid yig'ilgan joy. Likvidlarni qanaqa aniqlab olishimiz mumkin? Kuchli impulsdan oldin ko'pchilik sessiyalar ochilish va yopilish nuqtalarida, ayniqsa Londondan Nyu-Yorkka o'tayotgan paytda juda ham likvidlik baland bo'ladi. Undan tashqari fake breakout ko'rinishida ham bu narsani bo'lgan yoki bo'lmaganligini aniqlab olishimiz mumkin va eng glavniysi narx qaysidir darajani buzgandan keyin yoki zonaga yetib kelgandan keyin narx shu darajadan juda ham katta impuls bilan qaytishi, ya'ni juda ham katta impuls bilan korreksiya berishi. Demak, bu narsa o'sha darajada yoki o'sha zonamizda juda ham katta likvidlik borligini bildiradi. Endi hozir bu narsani sizlar bilan birga grafikdan ko'rib chiqamiz. Demak, endi likvidlikni aniqlashni hozir sizlar bilan birga grafikdan ko'rib chiqamiz. Bizda yevro dollar parasi kunlik grafikda narxdagi asosiy trendni oldin belgilab olamiz. Har doimgidek. Demak, bizda globalniy trend hozirgi paytda trendimiz buyda. Mana oxirgi maksimum chiroyli narximizni retest qilgan va impulsiv buy ketgan. Biz likvidlik ko'rish uchun iloji boricha kichikroq time frame ga tushishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, kelinglar mana bu joyi.
tahlil qilib chiqamiz, ya'ni narximiz retest bergan holatida. Narximiz bizda retest berdi. Retest berganda bizda birinchi minimum shakllandi, ya'ni mana impuls tushib keldi. Impuls tushib kelganda bizda minimum shakllandi, to'g'rimi? Narxda minimum shakllandi. Zonani olib turaman, yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun sizlarga. Demak, narx tushib keldi, minimum shakllandi. Narx chiqib turib tepada maksimumini yana shakllantirdi. Mana o'sib bordi va bizda maksimum shakllantirib, yana minimumga qaytib tushdi. E'tibor bersanglar, bizda ikkinchi qaytib tushishda undan oldingi low, mana bu low yangilanmadi. Demak, hali bizda stop hunting bo'lgani yo'q. Ya'ni narxda hali likvid yechilganicha yo'q. Demak, narximiz yana tepaga o'sdi. Tepadagi likvidlarni to'liq oldi. Nimaga? Chunki mana maksimum bor, o'sha sell olganlar, dalish sell olganlar, mana shu maksimumni tepasiga stop loss qo'yadi. Bu tabiiy holat. Va narximiz kelyapti, tepadagi stop losslarni full yechib olyapti, mana false breakout qilib to'liq yechib olyapti-da. Yechib olgandan keyin minimumga qarab harakat qilyapti va mana bu holatda pastdagi stoplar ham yechilyapti mana. Minimumdagi stoplar yechilyapti. Ko'rasizlar, oldin chiqyapti-da. Maksimumdagi stoplarni to'liq yechib olib, maksimumni yechib bo'lgandan keyin likvidni yig'ib bo'lgandan keyin tepadagi pastga tushyapti, pastdagi likvidni yig'yapti. Pastdagi likvidni yig'ib bo'lgandan keyin mana ko'rasizlar, kuchli impuls bilan, demak 100 pipsdan oshiq buyga harakat qilib beryapti, korreksiya. Narx kuchli trenddan keyin doimo likvidni yechib, keyin sizni kutgan tarafga harakat qiladi. Shuning uchun ham har doim narx qanaqadir globalniy maksimumga, globalniy minimumga, aynan hamma ko'rib turgan darajaga kelgan paytida har doim narxda likvid holati bo'lishini, ya'ni stop hunting, stop losslar yechilishini biz kutib turishimiz kerak bo'ladi. Va shundan keyin pozitsiyaga kiradigan bo'lsangiz, ana unda sizda o'sha stop loss urilish holati ancha kamayadi. Ya'ni hozir misol uchun 10 ta pozitsiya qilsangiz 4 ta 5 tasida stop olayotgan bo'lsa, teng yarmi aytaylik. Bu holatdan keyin mana hozirgi likvidni aniqlab keyin kiradigan bo'lsangiz, o'sha win rate'ingiz 70-80% bo'ladi. Ya'ni 10 ta pozitsiyadan hatto bitta, ikkita, maksimum 3 ta holatda 3 ta stop loss bo'lishi mumkin, agar siz mana hozir ko'rsatganimizdek likvidni to'g'ri aniqlab keyin pozitsiyaga kiradigan bo'lsangiz. Demak, hozirgi likvidni boshqa bitta parada ham ko'rib chiqamiz. Misol uchun aytaylik, funt dollarda ko'rib chiqamiz. Kelinglar, funt dollar. Menda tayyor analiz bor, buni o'chirib turib sizlar bilan boshidan qilamiz. Kunlik time frame. Kunlik time frame da bizda demak maksimum daraja, minimum va impuls boshlangan globalniy minimum. 1 soatlik time frame ga ochaman. 1 soatlik oladigan bo'lsam, narxda bizda trend line bor. Zo'r ko'rinyapti mana. Chista cho'tka shakllangan bizda trend line bor. Demak, maksimum minimumlarni sal to'g'rilab qo'yaman. Time frame o'zgargani hisobiga multi time frame ni analiz qilayotganinglarda, demak, narx ozgina teparoq, pastroq bo'lib surilib qolishi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz va har bitta multi time frame, kichkina time frame tushganda analizni to'g'rilab moslashtirib ketish kerak bo'ladi. M15, zaraz M15 iloji boricha narxga yaqinroq holatdan ko'rsatib beraman. Aytaylik, mana narxdagi oxirgi kuchli impuls, to'g'rimi? Sellga impuls. Sellga impulsimiz tushib keldi. Sellga impuls tushib keldi. E'tibor beramiz. Narximiz tushib kelgandan keyin tepaga bitta o'sdi-da. Tepaga o'sib turib, korreksiya va bizda zo'r maksimum shakllantirdi. Mana maksimum. Impuls, minimum va maksimum daraja. Narx keldi, qaranglar. Keldi. Minimumga qarab keldi. Stop hunting bo'ldi. Mana minimum yechildi. Bu minimum yechilgandan keyin hamma nima qiladi? Demak, narximiz sell ketar ekan deb turib, mana shu joydan minimum yechishi bilan sell olishni boshlashadi. Bu eng katta xato. Men har doim aytaman, narximiz maksimumga minimumga yetib kelgandan keyin maksimumga minimumni buzib o'tib yopilishini kutish kerak. Albatta switch yopilishini. Yopilgandan keyin pozitsiyaga kirsanglar bo'ladi deb men har doim aytaman. Bu shuning uchun ham yopilish muhim. Narx keldi, minimum yordi deydi, hamma sell pozitsiya oladi, qarabsizki bu false breakout bo'lib, narx tepaga qaytib ketib qoladi. Va natijada yana sizda stop loss ishlashi mumkin. Eng ko'p likvidlar bizda aynan yer qazilma boyliklarida bo'ladi. Tilla, neft, platina, shunga o'xshash instrumentlarda eng ko'p likvid bo'ladi. Xo'p, hozir sizlar bilan demak goldda bu narsani ko'rib chiqamiz. Ya'ni likvidlarni. Gold da bir grafik narxdagi demak o'sha globalniy darajalarimiz maksimum, minimum, 1 soatlik time frame. 1 soatlikda ham bizda mana явно ko'rinib turibdi. Qaranglar, impulsiv narximiz sell bo'lib keldi. Sell bo'lgandan keyin mana narxda to'liq korreksiya holati bo'ldi va mana shu darajadan narximiz sellga yurishni boshladi. Ya'ni 5093 уровеньda narx sellga yurishni boshladi. E'tibor beringlar, narx har gal bitta minimum shakllantirgandan keyin uni yengilayapti. Yengilagandan keyin to'liq sell ketmayapti-da, tepaga qaytib, bezubitka stop lossdan urib, keyin pastga harakat qilyapti.
Itak keyingi safar mana narximizni qarang, narx pastga tushib ketib yana qaytib chiqqanida mana bizda false breakout bo'ldi. Likvidlar yechib olindi. Likvidlar yechib olingandan keyin mana ko'rasizlar, likvid yechib olgandan keyin narximiz ozgina demak korreksiya berdi va bizda kuchli support daraja shakllandi. Va support breakout bo'lishi bilan narximiz juda ham katta impuls bilan sellga tushib ketdi. Prям chutki misol sizlarga. Yaqinroq time frame'da keldik. Kichikroq time frame'da narxga yaqinroq holatda ko'rsatib beraman. Narxga yaqinroq holatda. Xo'p, demak narx o'sishni boshladi, uptrend shakllandi. Bizda minimumlar barallashib boryapti va minimum e'tibor beringlar. Mana oxirgi minimum bo'ladigan bo'lsa, narx mana bu yerda buni yechdi. Buni yechdi. Demak, trend o'zgardi deb o'ylaydi hamma. Demak, narxdagi maksimum minimum daraja aktivni. Narximiz o'sib kelyapti, o'sib keldi va bitta tashlab turib pastga likvidni yechib oldi. Mana likvidni yechib oldi. Yechib olganidan keyin prям kuchli impuls bilan tepaga o'sdi. O'sganda ham qaranglar, maksimum yengillagandan keyin mana maksimum yengiladi. Mana bu joyda maksimum yengilayapti. Maksimum yengillagandan keyin katta impuls bilan bitta sell bo'lyapti-da. Katta impuls bilan polni mana hamma orada bay ochganlarni, bezib bitganlarni stop losslarni yechyapti-da. Hay olgandan keyin, mana hay yengillagandan keyin hamma bay oladi. Baychalarni polni chiqarib olib, o'syapti. Itak mana stop oldik, re-entry deb turib mana maksimumga chiqqanda yana pozitsiya olganlarni qarang. Yana bir marta tushib, yana bir marta aldayapti, keyin o'sib ketyapti. Eng ko'p manipulyatsiya qiladigan instrument bu aynan shu gold bo'ladi. Aynan mana shunaqa likvidlarni juda ko'p yechadi va shu false breakoutlar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham goldda savdo qilishni novichoklarga tavsiya qilmagan bo'lardim. Trading kirib kelganingizga 3 oy, 6 oy, 1 yil bo'lgan bo'lsa, siz goldda savdo qilmaganingiz yaxshi. Bu o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Tavsiya qilgan bo'lardim. Mana major valyuta paralarda savdo qilishni, yevro dollar, funt dollar, USD yena yokida AUD dollar bo'lishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab major valyuta paralarda savdo qiling. Commoditylarda, ya'ni yer qazilma boyliklarida hozircha savdo qilmay turganingiz yaxshi. Qachonki o'sha valyutalardan stabil daromad qilib, o'sha tradingga ancha tushunishni boshlaganingizdan keyin, keyinchalik o'sha sekin-sekin demak, o'sha yer qazilma boyliklarida pozitsiya olishingiz mumkin. Ya'ni o'sha tillada, neftda, platina, kumush bo'ladigan farqi yo'q. Boshlang'ichdagi faqat va faqat valyuta paralarida demak savdo qilishni maslahat bergan bo'lardim. Videoni shu joyda sizlarga bitta narsani tavsiya qilib ketmoqchiman. Kimda kim pro hisob olmoqchi bo'lsa, men Fundednext Pro firmasidan hisob olishinglarni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Shartlari juda ham zo'r. Undan tashqari siz demo hisobda ishlagan foidangizni 15% ni real shotga o'tganingizda sizga bonus qilib tashlab berishadi. Fundednextdan qo'shimcha bonuslar bilan pro shot olish uchun kommentariyada link qoldirdim. O'sha link orqali ro'yxatdan o'ting va albatta to'lov qilish jarayonida Finbax VIP kupon kodini yozib qoldiring. Likvidlik trader uchun juda ham muhim. Narx likvid bor joyga qarab harakat qiladi. Stop loss esa bozor harakatga keltiradi. Professional fikrlash, professional savdolar likvidlarni to'g'ri aniqlashdan boshlanadi. Agarda bugungi videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'linglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga omad, keyingi darslarda ko'rishguncha.